Endilikda siz do'stlar 100 ming so'm utib olishingiz mumkin. Buning uchun ishlatish kerak. Quvonchbek Xudoyorganov YouTube kanaliga girib, shu bugungi videorolikimizni kommentini ko'plab kommentariy yozishingiz kerak. Challam ko'p kommentariy yozsangsizlar, o'tish imkoniyatlaringiz shunchalik ko'p bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum barchaga aziz yurtdoshlar. Yana bugun biz Shovot markazida joylashgan Ahimboyev ko'chadamiz. Uzun ko'cha bu o'zi hamma biladi. Hozir bu Madaniyat ko'chasi 149-uy ekan do'stlar. Hozir bu yerda nov ishlar qilindi, nichik bo'ldi, ataplaniya chatib o'tirildi, nichik batareyalar qo'yildi, nichik qachonlar qo'yildi. Umuman bu uyda nov ishlatilgan haqida Quvonchbekning shaxsan o'zi barcha ma'lumotlarni berib o'tadi. Quvonchbek Xudoyorganov YouTube kanaliga shippo o'tinglar, pastda yozilib turibdi. Shunda deb yozasizlar, YouTube'da chiqadi, shippo o'tasizlar, podpiska bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa 1000 podpisчик bo'lgandan keyin 100 ming so'm o'ynab berasan. Ha, 100 ming so'm o'ynab beraman. 1000 podpisчик bo'lgan kuni 100 ming so'm o'ynab beraman. Shtirra. Necha odam o'tishi kerak? 18 odam qoldi o'zi. 18 odam patirra o'tasizlar. Qasir qusur kommentni bosasizlar, challam ko'p komment yozsangizlar, o'tish imkoniyatlaringiz ko'p bo'ladi. Kommentariy yozamiz, chiqir kommentlarni o'tiramiz, liboy birini to'xtatamiz. Shu to'xtatgan odamimizga do'stlar shu 100 ming so'm beriladi. O'zlaringiz ko'rdingizlar, ana kuni kecha g'ayratamimiz shitir 500 so'm sanab olib ketdi, to'g'rimi? Ha. Videosini ham chiqardik. Baxtiyor Xudoyorganov kanalidan chiqdi, meni kanalimdan chiqdi, ko'rishingiz mumkin. Agar siz santexnik ishlaringiz bo'lsa, undan tashqari gazlı katyol koyacakmısınız, ya da kömürlü katyol mu, stönlü katyol mu, ya da bataryalaringizni o'zgartiracakmısınız zamonaviy tipdagi batareyalara, shu pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. To'g'rimi? Ha. Bo'ldi, ketdik. Videorolikimizni boshlaymiz. Xudo xolasa, birinchi nodan boshlaymiz ishni. Ishni Xudo xolasa girib, novlar qo'yildi, nechvajdan qo'yildi. Shulardan boshlaymiz. Siz bu kanalizatsiyani ham ko'rsatib o'taylik. Ha. Buni ham sizlar chiqardingizlarmi axir? Ha, bunda yana kolodesini ham ajoyib qo'yib berdik. Buni boniy santexnik ishlarini aytib berdik. Boniyni keyinchalik kuraman dedi. Shunga quruq kuxnyasini, postlomokasini, kir mashinani, bir rakunasini chiqarib berdik. Nasos aristollari o'zimdan bo'ldi, qog'oz o'zlarimizdan bo'ldi. Kanalizatsiyamiz 60lik 7 dana kolososi ekan, bir dana kapaka bilan. Bu yerda 5 tanga kirganda qo'l yumoqnami, to'g'rimi? Ha. Keyin bu otoplaniyamiz yana gaz otoplaniyani ko'rishingiz mumkin. Ustalar taqirdan qo'yib turinglar. Taqirdan qo'yib turinglar bir zaman. Bir minut. Ha, do'stlar bu yerda remont ishlari olib borilib turibdi. Bu uyning egasi remont etishdan oldin hozir otoplaniya sistemalarini o'rnatib, taxlab, keyin hamma ishi döşelerden eshiklar döşelib, nimalar tanlab bo'lgandan keyin ujum malarka ishlarini olib bordi. Esa bu katyol haqida ma'lumot bering endi. Bu katyolimiz rossiyskiy listdan ishlangan. İçinde bir zeti bor, 24 tane turbosi bor. Gaz katyol 70lik katyol bu. Ko'rishingiz gerilkalari 6lik. Ajoyib cho'yinlar bilan qo'yib berganmiz. Kraniklari o'zlarida vaj bo'lsa, o'zlarini yaratib berganmiz. Gerilkasini-chi? Gerilkasi 6lik iranskiy gerilka. Ha, ekonomishni. Ha, ekonomishni Iranniki. O'zbeklarni ham qo'yib, chiroyli taxlab berganmiz. Yaxshi. Mo'rlarni emas, bizlarni qo'ygan ekansizlar, chiroyli qilib. O'zbeklarni ham qo'yib. Ina. Bu yana ishda rakuna turadi. Aha. Rakunaning kanalizatsiyalarini ham chiqarib, taxlab berib ketganmiz. Shu keyinchalik rakuna olganda chaqiradi, shu rakunasini ham ustunib ketib beramiz, iberlar kafe bo'lgandan keyin. Chiroyli etib. Ha. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdan sal navot turibdi, ustalar ishlab turibdi, shu ustalar ham o'zlari bosh o'rda hozirgi. Ha. Bu nechikdan qo'ydingiz buni? Mana duralimin batareya. 8 ga 7,5 dan. 108 kvadrat qizdiradi. 2 jabrasi bor, rossiyskiy kraniklar bilan, hamda tenda dollar bilan qo'yib berganmiz, ajoyib etib. Chotki chiqdi, xudo xolasa ishingiz. Ha. Bularni lazerni urini olib ishladingiz, chotki. Ha, lazerni urini olib, iba qo'shib pontini girib ketgan. İbada bundana nasuvlarni ham qo'yib berganmiz. Bunda, ha? Ha, nasuvlarni ham qo'yib berganmiz. İbada ko'sh qo'yadigan
kiyim koyduğunu ham tashlab o'tib ketganmiz. Место. Yaxshi, xudo xolasa. Bu yerda endi razvalkasi ham turadi-da. Havo razvalkasi. Shuning uchun rakovani orqaga ko'chirdik. Kanasi Keyin Emonda yana bir batareyamiz bor. Birimiz Spani. 20 ni qo'yib berdik. Ikki yaqindan ulab ajoyib qo'yib berdik. 20 dona. Xonani o'zi ham ketdi ekan. Havo, xonani o'zi ham ketdi. Chetrakda hech o'zi xalaqit bermasin dedi. Shunday qo'yib beradi, qo'yib berdik ajoyib deb. Yaxshi. Kanasi keyingi xona o'tadi ha. Hammasini rossiyskiy kranikga qo'yibsizlar. Havo, rossiyskiy kranikdan qo'ydik. Emondan ham bir xonasi bor. Mana ham 20 ni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, ikki aqlamatik. Joyxona chiqibdi, ha? Havo. Döşlerini ham kichkina etib, akkuratni etib o'tiribsizlar. Havo, rezvoy yonib nalari. Mana ham do'stlar bir 3'e 5 bor. 6 bor o'xshaydi. 5-6 bor. 5 bor. Bu dalan doğru. Dalanni ikkini qo'ygan ekansizlar, ha? Havo, dalani ikkini qo'ydik. Dalani ikkini qo'ydik. Bir mana rossiyskiy kraniklar bilan bir ham 20 ni qo'ydik. Oraya 15 edi. Xudo xolasa. Hormon ustalar. G'ayrat-sabatmisizlar? Shpakulobkalik ishlar bo'lsa sizlar aytaversizlar, to'g'rimi? Malaychik ishlari bo'lsa. Bu yer kuxnya ham endi bu. Havo, bir kuxnya, kichkina kuxnya. Birimiz eshikdan kirgan yeri 10 dona qo'yib berdik. Ajoyib, chiroyli. Yaxshi. Timpildaqqina. Bu yoqda nima ishlarni etdi? Bu yoqda yana shu aytib o'tganimdek shunday seli mebel turadi. Gazlarni ham bu yoq chetdan kelib berganmiz. Чтобы mebel xalaqit bermasin deb, shu gazi ishida turadi. Bular уже pastki mebelni endi nasos filtri qolib ketadi. Depangi mebelda уже aristonni beklanib ketadi. Keyin bu yoqda eshak bo'lana görünmündür ham bo'lishi mumkin. Posudamokasi bilan kir mashinani chiqarib berganmiz. Kir mashinani modelini chiqarib berdik. Havo, modelini chiqarib berganmiz. Xudo xolasa, keyinchalik boni salaman dedi. Bonisini ham montaj etib beramiz, xudo xolasa. Turbalarni devonning ichidan o'tirdik, juda xalaqit bermasin deb. Xudo xolasa. Yana nenda bor? Keyin bu yoqda kanalizatsiyasini ham netganmiz. Ha. Kanalizatsiya sistemasi bundan kelibdi. Yo'q, kanalizatsiya sistemasi. Buni bu tepadan kelgan. Bu Sharsharmi? Sharshar emas, ichida oyoq posudamokada ya stirkasida masalan har xil hidlar bo'lishi mumkin. Shu hidlar uyning ichidan tarqalib ketmasligi uchun shunda chiqqan yerdan воздух дымоход deb aytiladi bu. Ishordan chiqaveradi. Oraya uyning ichidan sasib ketmaydidan to'g'ri sasib ketsa bu yoqdan chiqaveradi. Kelajakda. Xudo xolasa bu yoqqa uklonatib, yaxshi tasqalan ekansizlar, to'g'rimi? Yo'q, bu yoqqa kanalizatsiya. Bu 1 metrlik kanalizatsiyamiz. Buni ham 7 dona kolsosi bor, 1 dona qappog'i bor. Ne ishurni shib ochadilardan dolg'amoq so'rdiraveradilar. Yaxshi, zo'r. O'zlarimiz ekkab, o'zlarimiz tashab berdik. Ajoyib. Hamma o'zlari istar. Yo'q, hamma o'zlarimizdan bir bonini nasi, bir nasosi bilan aristonni o'zi ekkaldi. Qolgan novaj bo'lsa o'zlarimizdan ekkaldik. Bog' ham ketdi ekan lekin, ha? Yo'q, bog'i ketdi. Shat xudo xolasa endi bu necha so'm pul chiqdi? Nechik bo'ldi? Bo'ldi. Shularni ham bir obunachilarimizga aytib tushuntirsak, endi bu hamma ishlarni ko'rsatdik obunachilar. Endi bu yer necha so'mlik material ketdi, nechik bo'ldi, hammasi haqida ma'lumot olishlaringiz mumkin. Bu joyimiz общий 77 metr turba ketdi. 85 pöke batareyamiz ketdi. 8,5 tochka bo'ldi. Otopleniyamiz o'zi hamma o'zlarimizdan 14 milyon 494 ming so'm bo'ldi. Bu nechun arzon chiqdi desanglar, bu gaz otopleniya.
ham tochkasi kam. Shuning uchun arzon chiqdi. Nechta tochka bo'pti? Bu 8,5 tochka. Aha. Keyin nasi bonisini Aristoni bilan Nasus o'zidan qon va jarima o'zlarimizdan 4 million 776 ming so'm pul bo'lgan. Bonisini o'zi. Xudo xolasa aziz do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarni shiralarini biratadi. Siz ham uyingizga ko'mir kotol qo'yasizlarmi, gazli kotol qo'yasizlarmi, stenoy kotol qo'yasizlarmi, отопление ishlaringiz bo'lsa, hozir yozni kuni do'stlar, hamma narsa arzon, to'g'rimi? Qozoq turbasi ham arzon, rossiyskiy turba ham arzon, batareyalar ham arzon, kotollar ham hozirgi momentda arzon. Shuning uchun hozirgi momentda hamma narsa arzon bo'lib turgan vaqtida do'stlar, uylaringizda отоплениyalarni chiroyli qilib o'rnatib, отопление sistemasidan qutulib qo'yinglar, to'g'rimi? Üstüne de rasritilini bak koydunuzlar axir. Rasritilini bak. Ya teyden doldurup beradigan aytganmiz ajoyib etib. Doğru o'zi pesdan chiqib chelaklab suv solib bilmaydi. Yo'q. Qadimdagini, to'g'rimi? Shu kranik ochib, Ya birinchi batareyamizni teyinda ko'rsatib o'tdim-ku. Hozirda hammasini taxlab berganmiz. Uchagacha chiqmaydi. Ana kerak bo'lsa. Shunday современный bo'lib ketdi. Biz lekin hali o'zlarimiz suvga chiqib chelaklab solamiz. Zangida amallab olib chiqamizda. Ko'p gap Qur'onda yaxshi deymizdan do'stlar. Ko'p gaplagandan sizlarga sifatli, mazmunli, foydali videoroliklarni ishlab boraveramiz. Xudo xolasa 100 ming so'mni yutib olish uchun Quvonchbekni YouTube kanalidan o'tasizlar. Podpiska bo'lasizlar, kommentni yozasizlar. Chalim ko'p komment yozasizlar, 100 ming so'm yutib olasizlaringiz imkoniyatingiz ko'p bo'ladi do'stlar. To'g'rimi? Shu bilan esa videorolikni yakunlashtirdim. Aytadigan gaplaring bo'lsa, bemalol aytib bor. Keyin shu mingdan o'tib bizni prямой efir ochilgandan 100 ming so'mdan o'ynaymiz. Prямой efirni o'zidan agar где-то bir 5 kun ichida shirib, yaxshi haftaning ichida уже mingdan o'tib biz prямой efir ochildi. To'g'ri, prямой efirning o'zidan yana bir 100 ming so'm o'ynaveramiz. Shunda 200 ming so'm bo'ladi. To'g'ri, prямой o'yin ichida jonli obunachilar bo'ladi. 2 ishtirokchi atamizda. 2 ishtirokchi atamiz. Yana 100 ming so'm o'ynaymiz. Haftaning ichida bo'lsa, video montaj olib, где-то 2-3 kunda chiqishi mumkin, где-то 3 kun 4 kun vaqtlarimiz bo'ladi. O'zi 18 dan odam qolgan bo'lishi kerak, menga yetmagina. Lekin prямой efir ochmakina где-то bir mingdan salgina o'tishi kerak ekan. Shuning uchun obuna bo'lib, podpisatsiya bo'lib, like bosib qo'yinglar. Qisqacha reklama aziz yurtdoshlar. Endilikda siz sotiladigan kvartirangiz bormi yoki hovli joyingiz bormi, mototsikl, avtomobillaringiz bormi? Bemalol bizani YouTube kanallarimizda, Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda, TikTok kanallarimizda tezroq reklama qildirib sotishlaringiz mumkin. Agar o'z brendini tanitmoq yoki o'z biznesini rivojlantirmoq tadbirkorlar bo'lsam, chiroyli qilib videolarni olib tez rivojlanishida va ko'p xaridor yig'ilishingizda yaqindan yordam beramiz. 99 508 1990 raqamlarına murojaat qilasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar.